Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan bemorlarimizda eng ko'p uchraydigan bel og'rig'i to'g'risida to'liq suhbatlashamiz. Bel og'rig'i bu bel sohasida bo'ladigan og'riq bo'lib, bu og'riqlar bo'ylamlar, disklar, paylar, mushaklar hamda nerv tolalari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Dunyo aholisining deyarli 80% dan ortig'i hayot davomida eng kamida bir marta bo'lsa ham bel og'rig'iga duch keladi. Lekin har bir bel og'rig'i bu radikulit yoki disk churrasi degani emas. Bel og'riqlari kimlarda ko'p uchrashi mumkin? Bel og'riqlari asosan ofislarda uzoq vaqt bir joyda o'tiradigan insonlarda, og'ir yuk ko'taradigan insonlarda, og'ir vaznga ega insonlarda, 40 yoshdan oshgan odamlarda hamda eng ko'p uchraydigani bu avtomobillarda haydovchilik bilan shug'ullanuvchi kasb egalarida ko'proq uchraydi. Bel og'rig'ining asosiy sabablari quyidagilar. Birinchisi bu bel umurtqasidagi mushaklarning zo'riqishi, ikkinchisi bel umurtqalari osteoxondrozi, uchinchisi bu disk protruziyalari yoki disk churralari, keyingisi spondiloartroz, bel umurtqalari osteoporozi, umurtqa kanali stenozlari hamda ginekologik hamda urologik kasalliklar bel og'rig'iga sabab bo'lishi mumkin. Agar bemorlarimizda bel og'rig'i bu radikulit yoki bel protruziyalarining hisobiga kelib chiqqan bo'lsa, bu kasallikni oddiy holatda davolashimiz mumkin. Qanday qilinadi? Bunga inyeksiyalardan foydalanmasdan oddiy nosteroid yallig'lanishga qarshi tabletkalar, mushaklarni bo'shashtiruvchi meralaksan tabletka hamda vitaminlarni buyurish orqali kasallikni yo'qotsak bo'ladi. Bemorda bel og'rig'i yo'qolgandan keyin albatta bemorni fizioterapevtik muolajalar hamda reabilitatsiya, jismoniy sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlardan tavsiya qilsak bo'ladi. Shunda bemor to'liq bel og'rig'idan qutulishi mumkin. Ayrim bemorlarimizda bel og'rig'i disk churrasining hisobiga kelib chiqishi mumkin. Lekin bunday holatlarda doim ham operatsiya qilinmaydi. Asosan 80-90% holatlarda konservativ lichina bilan bemorni to'liq yaxshi qilishimiz mumkin. Qaysi holatlarda operatsiya qilinadi? Agar bemorimizda oyog'ida kuchli tortuvchi og'riq, oyoqning ozishi, oyoqlarning o'ziga bo'ysunmasligi yoki kichik chanoq a'zolarining tutilishi, ya'ni siydik va axlat tutilish holatlari yoki tutolmaslik holatlari, asosiysi bemorlarda dorilar hamda muolajalar yordamida og'riqlar kamaymasa, shundagina bu operatsiyaga ko'rsatma hisoblanadi. Bel og'rig'i har doim ham umurtqa yoki nevrologik kasallikka bog'liq bo'lmaydi. Quyidagi ichki kasalliklarda ham bel og'rig'i kuzatilishi mumkin. Birinchisi bu buyrak kasalliklarida, ya'ni pielonefritlarda, buyrak tosh kasalligida, gidronefrozlarda. Farqi og'riqlar ozgina umurtqaning yon qismida kuzatiladi. Ikkinchisi bu oshqozon osti bezi kasalliklarida. Aynan bu kasallikda belning yuqori qismida o'rab oluvchi og'riq kuzatiladi. Uchinchisi bu qorin aortasi anevrizmasida ko'proq keksalarda uchraydi. Qorin hamda bel sohasida o'ta kuchli og'riq bilan namoyon bo'lishi mumkin. Keyingisi bu ayollarda juda ko'p uchraydigan ginekologik kasalliklarda bachadon hamda tuxumdonlar yallig'lanishida, endometriozda hamda bachadon kistalarida bel og'rig'i uchrashi mumkin. Ichak kasalliklarida ko'proq kolitlar, enterokalitlar bel sohasiga sust og'riq berishi bilan namoyon bo'ladi. Esingizda qolsin, ayrim kasalliklar tana harorati bilan ko'tarilishi bilan namoyon bo'ladi. Albatta, insonda tana harorati ko'tarilishi natijasida ko'p bemorlarimizda bel ikkala yon sohasida xuddi bel og'rig'iga o'xshash og'riqni his qilishi mumkin. Har bir bel og'rig'ida MRT shart emas. Agar bemorlarda bel og'rig'ida xavfli belgilar aniqlansa, og'riqlarni oyoqlarga berishi aniqlansa yoki og'riqlar 6 haftadan uzoq davom etsa, nerv tolalari shikastlanish belgilari bo'lsa, MRT tavsiya qilish mumkin. Bemorlarimiz tomonidan bel og'riqlarida eng katta xatoliklar quyidagilar. Bel og'rig'i bilan uzoq vaqt bir joyda yotish yoki bo'lmasam bel sohasiga
kuchli uqalovchi massajlar buyurish, tavsiyalarsiz ukollar olish, og'ir yuklarni ko'tarish, asosiysi internetdan isbotlanmagan muolajalarni, tavsiyalarni qabul qilib, shularni o'zida sinab ko'rish. Agar bemorlarda bel og'rig'ida xavfli belgilar aniqlansa, og'riqlarni oyoqlarga berish aniqlansa yoki og'riqlar 6 haftadan uzoq davom etsa, nerv tolalari shikastlanish belgilari bo'lsa, MRT tavsiya qilish mumkin. Bel og'rig'iga nimalar yaxshi foyda beradi? Birinchisi bu to'g'ri ovqatlanish, ikkinchisi to'g'ri o'tirish, to'g'ri yurish, og'ir jismoniy mehnatdan vaqtincha cheklanish, davolovchi jismoniy mashg'ulotlar bu yaxshi effekt beradi. Agar shunda ham bemorlarda bel og'rig'i qolmasa, unda shifokorga murojaat qilish tavsiya qilinadi. Ayrim bemorlarimiz tibbiy ko'rikdan o'tayotgan vaqtlarda o'zlari uchun MRT tekshiruvlari qildirgan vaqtida bel umurtqasida disk churalari yoki radikulitlar aniqlanib qoladi. Bunday holatlarda bemorlar hech qanaqangi statsionar sharoitda davolanish tavsiya qilinmaydi. Ularni disk churasi yoki radikulit bezovta qilmasa, to'g'ri hayot tarziga amal qilsa, jismoniy to'g'ri mashg'ulotlarni bajarib yurishsa, o'sha o'zi yetarli bo'ladi. Agar bemorda bel og'rig'i yangi boshlangan bo'lsa, esingizda qolsin, yangi boshlangan bo'lsa, tana harorati ko'tarilmasa, siydiklarda siyish yaxshi bo'lsa, qorin bo'shlig'ida og'riq bo'lmasa, jarohat olmagan bo'lsa, oyoqlarda quvvatsizlik bo'lmasa, uy sharoitida quyidagilarni qilish mumkin. Birinchisi, 1-2 kun davomida jismoniy og'ir mehnatlardan o'zini cheklash. Ikkinchisi, bel sohasiga quruq issiqlik yoki grelka qo'yish. Uchinchisi, yengil umurtqalarni tortuvchi, bo'shashtiruvchi mashg'ulotlarni qilish. Agar bemorlarda yuqoridagi aytilgan narsalar ham kor qilmasa, og'riq qoldiruvchi dorilarga hech qanaqangi qarshi ko'rsatma bo'lmasa, ibuprofen yoki paracetamol tabletkasi tavsiya qilishimiz mumkin. Agar sizda bel og'rig'i bo'lsa-yu, lekin qaysi kasallikka taalluqligini bilmayotgan bo'lsangiz, quyidagi telefon raqamlariga aloqaga chiqing, siz bilan bog'lanib savollaringizga javob berishimiz mumkin. Bel og'rig'i va shunga o'xshash og'riqlar to'g'risida savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozing, sizlarga javob beramiz.